O'zbekistonda rasman birinchi marta AIga qarshi qonun kuchga kirmoqda. Baliqchilar davri keldi. Koreys ayol va erkaklari hammomda prezident bilan gurung qilishdi. O'zbekistonda rasman birinchi marta AIga qarshi qonun kuchga kirmoqda. Endi Shahzoda Muhammedovaning eri bilan suratlari AIda har xil turda yasatilib tarqatilsa, salkam $2000 dan $3,500 jarima solinadi. Chunki Shahzoda bunday tarqatmalardan uyalishini Instagram sahifasida aytgan. Senatning prezidentga imzo uchun yuborgan loyihasida O'zbekistonda ilk marta AI texnologiyalari bilan yaratilgan, o'zgartirilgan yoki qayta ishlangan ma'lumotlar jazoga tortilishi mumkin. Qoidabuzarlar 15 kungacha qamoqqa ketishi, 26 milliondan 41 million so'mgacha jarima to'lashi yoki soxta material yasagan kompyuter telefoni olib qo'yilishi mumkin. Yaratilgan AI ma'lumot albatta belgilanishi, shaxslarga doirlari esa roziliksiz chiqarmasligi kerak. Qashqadaryoda 20 yoshli bemorning oshqozonidan 1,5 kilogramga yaqin soch olib tashlandi. Bu haqda viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Qarshi tumanida yashovchi 2005-yilda tug'ilgan bemor qiz avvaldan shifokorlar nazoratida bo'lgan va ushbu muammo bilan tibbiyot muassasasiga ikkinchi bor murojaat qilgan. Bemor qorin yuqori qismidagi og'riq, shish, ko'ngil aynishi va qusishdan shikoyat qilgan. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida kam uchraydigan holat bo'yicha muvaffaqiyatli operatsiya o'tkazildi. Mutaxassislar xulosasiga ko'ra, bu holat bir necha yil davomida soch yutib yuborilishi oqibatida shakllangan. Qayd etilishicha, mazkur holat ushbu bemorda ikkinchi marta aniqlanmoqda. Bir necha yil avval ham unga xuddi shu sabab bilan jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Hozirda bemorning ahvoli barqaror, u shifokorlar doimiy nazoratida. Kelgusida bunday holat takrorlanmasligi uchun bemorga jarroh, gastroenterolog va psixiatr tomonidan kompleks nazorat tavsiya etilgan. Baliqchilar davri keldi. Qozog'istonda onlayn qarmoq ixtiro qilindi. Qozoq yigiti tirik baliqni onlayn ovlash yo'lini o'ylab topdi. Aqlli qarmoq egasi uyda o'tirsa ham, qoq qahraton qishda 24 soat muzlamasdan baliq ovlay oladi. Baliqchi moslama sinovdan o'tkazilgach, investorlar diqqatini torta boshlagan. Qanday qilib uyda o'tirgan holatda 24 soatlab ko'l bo'yida baliq ovlash mumkin? Baliqchilar bu jarayon uchun umrlarini berishardi. Qarmoq xuddi yigitlarning sevimlisi Counter-Strike o'yini kabi boshqariladi. Ixtirochi qarmog'ini kamera bilan biriktirgan va u xohishga ko'ra planshet yoki telefon orqali sensorda nazorat qilinadi. Realda esa haqiqiy baliqlar tutiladi. Bu jarayon Instagramdagi o'yinlar kabi maroqli. Odam dam oladi va baliq tutadi, deydi ixtirochi. Aqlli qarmoq maxsus ilova orqali o'rnatiladi va real vaqtda egasiga foyda olib keladi. Koreys ayol va erkaklari hammomda prezident bilan gurung qilishdi. Kim Chen In ayollar va erkaklar hammomga borib, ularni ko'zdan kechirdi. Prezident erkaklar basseynida suv haroratini ushlab ko'rgan, ayollar basseynida esa ular bilan chaqchaqlashib o'tirgan. Shimoliy Koreya bo'ylab aylanib chiqayotgan Kim Chen In kechagina vazir yugurdagini ishdan haydab yuborgach, bugun issiq bloklarni tekshirish uchun ayol erkak hammomlariga tashrif buyurmoqda. Onfo issiq bloklari sanatoriyasida ahvol yaxshi, suvlar issiq, ammo tasvirda ko'rinishicha koreys erkaklari va ayollari negadir kiyimda cho'milishmoqda. Balki ular prezident kelishini bilib qolishgan yoki odatda kiyim bilan cho'milish qulayroq bo'lishi mumkin. Oluring, bu bilan Rossiyamiz kambag'allashib qolmaydi. Kuni kecha Putin Trampning yahudiy kuyovi Jared Kushner bilan amerikalik investor Vitkovni suhbat uchun chaqirgandi. Aytilishicha, Putin Zelenskiyga ham Trampga ham xohlaganlarini bajo keltirmoqchi. Faqat hozir Amerikada muzlatib qo'yilgan pullari hisobidan gap $6 milliard va yana 1 milliard G'azoda tinchlik uchun Tramp harakat haqida ketyapti. Rus prezidenti agar tinchlik kelishuviga erishilsa, muzlatilgan pullardan 6 milliardini Ukraina tiklanishiga berishga tayyorman qabilidagi fikrni olg'a surgan. Ammo Tramp uchun 1 milliard kelishuvdan oldin ham berilaveradi. Axir Amerikada Rossiyaning pullari bor. Trampning maslahatchisi qizi Ivankaning eri Kushner bu xabarni Trampga yetkazadi. Vitkov esa ham Putinga ham Trampga pul masalasida yo'l ko'rsatishi mumkin. Bizda hozircha shular, bizdan uzoqlashmang.